Bu degani bu bolalarda bulbul kichkina degani emas. Yog'ini bunda qo'g'ini orqaga itarganda buzungina bulbuli bor. Просто yog' qavat oldingi terisini itarib turadi. Aksariyat holatda mana shunaqa qaytaradigan, zaruratga ko'ra bo'lsa ham qaytaradigan xatnalarimizni birinchi turda bilib aytamizki, men har doim arosat yoshdaman. Mana shu 6 oydan shu 1 yosh, 2 oy, 3 oygacha bo'lgan vaqtda. Nimagaki, mana shu 6 oygacha, 4-5 oygacha bola chaqaloq bo'lib yotadi, harakat bo'lmaydi. Уже sekin 4-5, 6 oydan boshlab yonboshlash, emallash harakatlar boshlangandan keyin o'tirganda bulbuli kirib keturadi ichkariga. Buni ko'pchilik hali golovkasi rivojlanmagan, bulbuli hali o'smagan deb. Yo'q, bu fikr noto'g'ri fikr. Prosta o'tirganda kiruvchanlik hammada bo'ladi. Prosta bir xillarda bulbul uzun bo'lgani uchun nisbatan kiruvchanlik kamroq, kimdir kichkina bo'lgani uchun ko'proq kirib ketadi. Ikkinchisi, semizlik fonida deymiz. Baqaloq bolalarda yog' qavati bulbulni istina razmerining ustiga kelib turadi. Bu degani bu bolalarda bulbul kichkina degani emas. Yog'ini bunda qo'g'ini orqaga itarganda buzungina bulbuli bor. Prosta yog' qavat oldingi terisini itarib turadi. Shu holatda ko'pincha bilmagan odamlar xatna qilib qo'yishsa, ustiga kelib chala xatnaga o'xshab bitib qoladi bo'ladi. Agarda bu ikkalovi bittada jamlansa, ham mana shu 7-8 oy oralig'ida bolalar yoki endi sirazi semiz hali to'liq yurib ketmagan bo'lsa, bunda yuqori ehtimol chala xatna bo'lib bitishiga. Mana shu holatlarda biz tavsiya qilamizki, ozgina vaqt kutishi.